Assalomu alaykum bolalar, hurmatli tinchmisizlar. Bu videoni albatta oxirigacha ko'rib, like, comment katta mashinada yuradigan, asobiy metanda yuradigan aka-ukalarga yuborib qo'yamiz. Videomiz gaz ballonda ichidan chiqadigan moy haqida. Mana bu to'kdik. 20 litr plus minus moy chiqdi ballonlarning ichidan. Vaqti bilan mana shunday ballonlarni ichini tozalab turish kerak. Motorga ishlashiga ziyoni bor, datchiklarga pamih beradi moy. Gaz ballonlarini olyapmiz. Moyni to'kamiz. Gaz ballonlar chappa qilib qo'yib oldik, ichida gazi bor. Moyni to'kamiz. Ballonlar bir 1000 martadan oshiq zapravka qilingan. Motorga, sistemaga polniy moy haydab qolgan. Moyni tozalaymiz. Yop. Mekaniklar ochilmayapti. Avariyadan to'kdik endi 100% toza bo'ladi deb ayta olmayman. Где-то bir 95% toza bo'ladi. Motorni qilib bo'lganimizcha shunday turadi. Joyiga qo'yishdan oldin yana bir ochib o'ramizda joyiga qo'yamiz.